O'rta ovozli g'ajak Uyg'ur musiqalari ichida kamonchilik chalg'u turkumiga tava bo'lib, bu asosan o'rik, ujma, chinar, yong'oq qatorliq mevalik daraxtlarningki yog'ochida yasaladi. Buning uzunligi 78 sm atrofida bo'lib, buningga 4 tal tara o'rlashtirilgan. Birinchisi kichik xatlik birinchi gruppadagi la ovoz. Ikkinchisi kichik xatlik birinchi gruppadagi re ovoz. Uchinchisi kichik xatlik gruppidagi so ovoz. To'rtinchisi kichik xatlik gruppidagi do ovozga sozlanadi. Buni o'rlash qiyofat jihatda muzikani sol tiqim ustiga tik qo'yib, sol qo'lda padi basib, o'ng qo'lda kamonchi bilan surkab o'rilindi.